hattoki kelinlar to'ylarida o'z umr yo'ldoshlari uchun shu sanab o'tilgan amallarni qilishi katta gunoh sanaladi. Juda ko'p muslima ayollar bilib bilmay go'zallik uchun yuzlarida o'zgarishlar qilishadi. Afsuski bu narsalarning ayrimlari islomda katta gunoh ekanligini bilishmaydi. Keling bugun kiprik masalasini ikki qismga ajratib tushuntiraman. Birinchi qism mumkin bo'lgan kiprik laminatsiyasi, ya'ni kipriklarni jingalak qilish, egilgan shaklga keltirish. Agar ishlatilayotgan suyuqlik halol va suv o'tkazuvchi bo'lsa mumkin. Ammo suv o'tkazmaydigan qobiq hosil qilsa, namoz va g'usulga xalaqit bersa, bu holatda qat'iy man etiladi. Suv o'tmasa nima bo'ladi deb savol berishingiz mumkin. O'tgan videoda aytganimdek, har bir muslima ayol hayz vaqtidan so'ng g'usul qilishi farzdir. Ikkinchi qism esa kiprik yopishtirish, soch uzaytirish, tirnoqqa soxta tirnoq qo'shish. Bularning barchasi hadisga ko'ra Alloh la'natlagan amallardir. Bu narsani o'zim to'qiganim yo'q. Buxoriy hadisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar, ya'ni har qanday qo'shilgan, uzaytirilgan tola mumkin emas. Aziz muslima ayollar, chiroy yuzimizdan emas, qalbimizdan boshlanadi.